Assalomu alaykum. Bizni 1-sinf matematika darslarimizga qiziquvchilar. Mana 1-sinf matematikasidan mustahkamlash, o'tilganlarni takrorlash bo'yicha sinf taxtasiga, ya'ni uy sharoitida topshiriq yozildi. Va buni 1-sinf o'quvchisi bo'lgan Soliha qizimiz hozir birin-ketin bajarib beradi. Bu sizlar uchun ham amaliy ish bo'ladi. Marhamat qizim, birinchi misoldan boshlang. Demak, 25 ga 43 ni qo'shing. Xo'p, birinchi xona birlikka birlikni qo'shing. Yoki xonama-xona qo'shmoqchi. Qo'shib olib keyin yozmoqchisiz. Xo'p. Javob 68. Yashang qizim. Ikkinchisi B-chi? B'si Ana avtomatik qo'shishga o'tibdi. Mani nevaram. Yashasin, Salim. Ana salgina kattaroq yozamiz. Xo'pmi qizim? Ketdik, D-siga o'tamiz. 67 ga 31 ni qo'shamiz. Xo'p. Javob 98. Yashang qizim. Endi 92 dan 41 ni ayiring. Assalom, juda yaxshi javob. 51. Yashang. Ana endi F'si boshqacharoq ekan. X noma'lum son, ya'ni X birinchi qo'shiluvchi nima ekan? Birinchisi qo'shiluvchi 43. Ma'lummi, noma'lummi? Noma'lum. Noma'lum. Juda yaxshi. Endi o'shani topish uchun nima qilamiz? Yig'indidan 76 dan 33 ni ayiramiz. Ayiring 76 dan 33 ni, pastdagi ikkinchisini ishlang. Necha chiqar ekan? Voy topog'on qizim. Ana, javob necha ekan? 43. Demak, X nechaga teng ekan? Noma'lum. 43 ga. X tengdan keyin 43 ga yozing. Yashang qizim. Ana endi pastda 33 qo'shuv. O'shani oldiga ikkita katakka necha yozamiz? 43. Yashang. Ana siz hali tenglamani o'tganda mana shunday amallarga duch kelasiz. 43 ga 33 ni qo'shsak necha chiqadi? 76. Yashang qizim. Ana endi ikkinchi topshiriq kattaliklar. Kattaliklar o'qing. Kattaliklar, uzunlik, o'lchov birligi. Nima ekan? Uzunlik o'lchov birligi santimetr. O'qing. Santimetr. O'shani qavs ichiga qisqartirib yozing. Santimetrda qanday yozasiz? Qisqartirib. Kichkina S ruschasi. S yarim katakka yozamiz. S-M. Qo'shib yozing S-mni. Yaxshi. Ana endi keyingisi detsimetr. O'chib ketibdi. Endi o'sha detsimetrni qisqartirib qanday yozamiz? Ana D E qilib qo'ydingiz. D E mi yoki D M mi? D M. To'xtang, ana salfetka bilan arting. Salfetkani oling. Qo'ldan salfetka mana shu stol ustida. Tez. Asta E ni o'zini o'chiring. D M. Mana bu ham kiyimingiz tegib o'chirilib ketgan shekilli. Yo qo'lingiz tegib ketgan, yozing mana shuni ham. S I qo'shing. S ham tegyaptimi? S I. Tag'in kuzatayotganlar xato yozilgan deyishmasin. Mana bu yerda ham T ni belgisini qo'yib qo'ying. Juda yaxshi. Mana bu yerda O o'lchov. O ni belgisi. O L ni qo'shib qo'yaylik. Tez. O L qilib qo'yay. Bo'ldi. Endi iloji boricha tegib ketmaymiz, xo'pmi? Ana endi massa o'lchov birligi. Massa o'lchov birligi. Mana bu qisqartirilib K ga yozilgan. Siz nima deb yozasiz?
Kilogram, ha? Kilogram. Yozing kilogram. Iloji boricha tegib ketmang pastga. Chunki Soliha chap qo'l. Hurmatli kuzatuvchilar, shuning uchun biroz qo'li doskadagi yozuvlarga tegib ketyapti. Chapaqay. Yarim kattaga yozyapsizmi? Qo'lingizni ko'taribroq yozing. Aha, tegib ketyapti. Yozing tez. Xo'p. Bo'ldi, to'g'rilab o'tirmang, yozavering. Kilogram. Vaqtimiz ketmasin. Tez. Ikkita m bo'ladi oxirida. Qisqartirib yozganimizda kg deganda yozish shart emas. Kilogram. Bo'ldi, yetarli, yozavering. Ketdik keyingisiga. Litrda yozamiz. Litr. Demak, hajm o'lchov birligi Litr. yozing o'sha. Litr. Ha, tezroq. Qo'limizni sal ko'tarib yozamiz. Ruchkani uzunroq o'lchaylik, ushlaylik. Bo'ldi, xo'p. Ana endi yozdik. 10 santimetrimiz necha detsimetrga teng? 1. Ana endi 20 santimetrimiz necha detsimetrga teng? Yashang qizim. 3 detsimetrimiz necha santimetr? 30. Yashang qizim. 4 detsimetrimiz necha santimetr? 40. Yashang. Necha santimetr? Ha, 4 detsimetrimiz necha santimetr? 40 santimetr. Yashang, to'ppa-to'g'ri. Ana endi mana bu yerga qaraymiz. 1 kilogram paxta og'irmi, 1 kilogram tosh og'irmi? Yoki ikkalasi teng. Teng, o'rtasiga teng belgisini qo'ying. Yashang qizim. Ana endi 1 litr sut va 2 litr sut. Ikkalasini taqqoslang. Ha, katta belgisini qo'ying. 1 litr sut, kichkina 2 litr suvdan. Keyingisiga o'tamiz. Yarim litr qatiq, yarim litr sut. Teng. Yashang. Topog'on qizim. Ana endi masala. Taqqoslashga doir masala. Birinchi stol ustida 12 ta kitob turibdi, ikkinchi stolda 5 ta daftar turibdi. Yozamiz, yechish. Qaysi amal bajariladi qizim? Ayiruv. Yashang. Yechishdan keyin yozing. Aha, yozavering. Yozish qiyinmikan? Ha, biroz qo'ling chapaqayligi uchun qiynalyapsan-da qizim. Tak daftarda shipillaysan, xudo xolasa. Barobar. Ana, juda yaxshi. Mayli. Javob yozing, yechish tagidan tez bo'ling, katta harfda. To'ldirib yozing. Xo'p, endi qisqaroq yoza qolamiz. 7 birinchi javobimiz 7 ta ko'p. Ha, yozavering shunday. Yozib o'tirmaymiz raqam raqamda qilib 7 ta kichikroq yozilsin. Aha. To'ldirib yoz endi keyin ko'p deb to'ldirib yoz. Katakka to'ldirib yoz. To'ldir, kattaroq yoz. Ko'p. Virgul. 7 ta kam, ikkita javob ekan-a? Aha. Kam. Shu nuqta qo'ying oxir mayli. Maktabda lekin daftarda albatta chiroyli to'ldirib yozing, xo'pmi? Ana endi masalaga qaraymiz. Nega endi ikkita javob bo'lib qoldi? Soliha bizdan nimani so'ragan edi? Chunki 12dan bu 5 ga kichik. O'sha nechta ana savolga qarang, savolga. 5 ruchkangiz bilan ko'rsating. 5 ta. Nechta? Ko'p. Mana kam degan javobim bor edi. Shuning uchun bizda ikkita javob bo'ldi. Tushunarlimi? Mana